Assalomu alaykum aziz muxlis. Trampning Ukraina bo'yicha yangi rejasi tafsilotlari oshkor bo'ldi. AQSh va Rossiya prezidentlarining maxsus vakili Stiv va Kirill Dmitriyev ishtirokida ishlab chiqilgan Ukraina uchun yangi tinchlik rejasida Qo'shma Shtatlar Ukrainadan barcha Lugansk va Donetsk viloyatlarini taslim qilishni va armiyasini yarmiga qisqartirishni talab qildi. Qayd etilishicha, reja Ukraina qurolli kuchlarini Donbass hududining 14%dan olib chiqib, uni qurolsizlantirish hududiga aylantirishni ko'zda tutadi. Bu yerda hech bir tomon qo'shinlari va qurollari saqlanmaydi. Buning evaziga Kreml Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi front chizig'ini muzlatib qo'yish kerak va nashr manbalariga ko'ra, muvaffaqiyatli muzokaralar natijasida ba'zi yerlarni qaytarishga ham rozi bo'lishi mumkin. Tramp rejasiga ko'ra AQSh va boshqa davlatlar Krim va Donbassni Rossiya hududi sifatida tan olishlari kerak. Bu Ukrainadan talab qilinmaydi. Biroq u rus tilini rasmiy til sifatida tan olishi va Rus pravoslav cherkovi faoliyatiga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlashi kerak. Trampning rejasida Ukraina qurolli kuchlari uchun ayrim turdagi qurollarni taqiqlash, G'arbning uzoq masofali raketalarni yetkazib berishni to'xtatish va Ukrainaga har qanday xorijiy qo'shinlarni joylashtirishni taqiqlash ham bor. Trampning taklifi Ukrainaning taslim bo'lishiga teng, deb yozadi muxbir Kristofer Miller. Uning manbalariga ko'ra, reja shunchaki Kremlning maksimalist talablari ro'yxati hisoblanadi. Amerika rasmiylarining mantiqi shundan iboratki, Ukraina Donbassda taslim bo'lishi kerak, chunki u baribir uni yo'qotadi va shuning uchun hozir kelishuv tuzish uchun manfaatlarga mos, deydi Axios manbasi. Trampning taklifi bilan tanish bo'lgan Kiyev rasmiylari buni jiddiy o'zgarishlarsiz qabul qilib bo'lmas deb atagan.